40 yil oldin qo'yilgan ekan. 40 yil oldin shu ayol. Tushim tafta shunday qizib turibdi deydi. Odamlarga ayting, Allohdan qo'rqsinlar. Bildik bu ayol davlat ishida katta rahbar bir lavozimda ishlab, odamlarning musibatida qolgan ayol ekan. Ya'ni odamlarga ko'p zulm qilgan ayol ekan. Bildik. Ey birodarlar, ey odamlarga zulm qilayotganlar, odamlarga o'zini zulmi bilan hukmini o'tkazishga harakat qilayotganlar, Allohdan qo'rqinglar endi. Iltimos sizlarda, jonga tegdi, o'zi shtirab, uyda nalog, gaz, suv, svet, limit, hammasi jonga tegdi-yu. Sal bunda o'ylaylar, oxiratda ham iltimos sizlarda bu 10%, 20%, 50% oshirgandan ko'ra bizlarning ham ertaga o'limimiz bor. O'lganimizdan keyin oxiratda javob berishimiz bor deb o'ylaylar. Mayli bundan keyin nima bo'lsa bo'lar. Jonimga tegib ketdi. Men o'zim bitta o'zim 6 kishini boqaman. Amal taqal qilib boqaman 6 kishi. Xalqqa o'ylaydigan odam bormi o'zi yuqorida o'tirganlardan? Qora qozon qaynasa bo'ldi deyilardi oldin. O'sha qora qozonni ham qaynashiga qo'ymoqsizlar-ku hozir. Gaz yo'q bu. Bizlarning yashayotgan joylarda gaz umuman kelmagan. Trubasi ham yo'q gazni. Svet bilan kun ko'ramiz, o'choqda yoqamiz. Endi hozir qish kunida o'sha ishlatadigan svetimizni hozir 2 baravarmi? 1 million. Qishda umuman xo'jayinimga ish ham bo'lmaydi. Insof degan narsa bormi o'zi yuqorida o'tirganlarda? Insof, vijdon degan narsa bormi? U dunyodan qo'rqmaysanlarmi? Xalq shu darajada qaqshatvasanlar. Nahotki o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqariladigan narsani o'zimizni xalqqa shu darajada qimmatlashtirib sotvasanlar. O'lasizlar-yu, bir kun o'lasizlar-yu. Nimaga unaqasizlar? Men bitta video ko'rdim. Prokurormi, sudmi bilmayman. Esimda yo'q. Shunaqangi katesh podval to'la pul bor, to'la pul. O'lib ketgan haliga odam, o'lib ketgan. Uni pullar chirib ketganda o'sha ishlamaydi u. Tushunyapsizlarmi? Ishlamaydi u pul. U bitta odamnikida, yana qarang, u bitta odamda u pulni bitta odamning uydan chiqqan pul, shuncha pul. Tasavvur qilinglar, u pul o'zi bilan olib ketmadi-da. Ko'rasizlar, bitta odam uncha pul yig'ish uchun bilasizlarmi? Bitta, ikkita, uchta odamni emasda, anchagina odamni qonini ichganda mana shunaqasiga, shuncha odamni qonini ichib, shuncha pul yiqqanda o'lib ketgan. U pul hech kimga buyurmaganda. Shuning uchun aytmoqchiman, 5 yil avval, 7 yil avval bir narsalar gunoh bo'lib hisoblanayotgan bo'lsa, hozirgi kunimizda oddiy bo'lib qoldi. Yo, bu unchalik gunoh emas, narigini yanada deydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun hurmatli mo'min musulmonlar, biz aytamizki, Qur'oni Karimda bir necha oyati bir gap aytaymi? Mashinam bor, zapravkam 0 yotibdi. Kommunalka, gaz, svetlarim hammasi o'chib yotibdi. Kreditdan, bankdan telefon qilishadi. Krediting to'ladi. MIBdan SMS kelib yotibdi. Qarzlaringiz MIBga oshib ketdi deb. Cho'ntagida bir tiyin pul yo'q. Eng achinarlisini aytaymi? Lekin har kun ishlamizda. Baribir o'zgartirishga majbur qilaman men sizlarni. Qo'ymayman hech qaysingni. Birontangni uxlatmayman. Prezident Shavkat Mirziyoyev otam aytadilar, bolam, birovni pulini olsang badaningdan 2 tomchi ter chiqsin dedilar. Shunda bolalaringga yedir. Aytadi-yu, rozilik bilan berilmagan o'ljani farzandlaring uchun sarflama deydi. Oxiri juda yomon.